2019-yil ishlab chiqarilgan Gentra 3-payiz sotuv kelib qoldi o'rtoqlar. Kreditmen Pravik toza kraska. Mashinamiz o'zi faralaridan shu oldidan bilsanglar bo'ladi holatini, qanaqa minilganini. Bo'lmasa bu yilga buncha Pravik hech to'g'ri kelmaydi-ku. Bu yerda yangi balon, charmxo balonlar ekan. Dodo turibdi. Salonlari ham mana. Ba'zi tayyorlovkalar ham qilasiz mana o'zlari buni yurishibdi. Sizlar holatini qaranglar. Bilinadi o'zi. Mashina ko'p ekan, almashtirib minib turish ekan, shuning uchun kam yurgan. Agar любой проверка, notariska любой проверка, pravegigami, kraskasiga ham tekshirib olaverasizlar. Mashina holatlari dodo. Bu sostoyeniyaga bu yilga, lekin mashinani zo'r turibdi, ichlari ham qaranglar. Biron joyi qirilgan, chizilgan narsasi ham yo'q. Bitta bagajini ham ko'rsataysizlar. Pult qo'yilgan, pulti bor. Bu mashina benzinga gaz qo'yilmagan. Zapaskalar tushmagan ekan mana. Ko'ryapsizlar? Narxini 10.500 so'raldi. Egalar bilan kelishib olsanglar bo'ladi. O'tib beradigan joyi bor. Aytavering, olayotgan bo'lsa gaplashamiz dedilar. Men aytdim aka, yumshoqroq qo'yaylik deb o'tib beraman, kelishamiz. Motorlarni qaranglar. Zo'r turibdi, olasa. Bosinglar.